Qancha turamiz bu yerda? Qancha turamiz hozir? 5 minut turamiz. 10 minut turamiz rasa bo'lsa. Qavmi qarindoshi ham turmaydi, aka-ukasi ham mahalla ko'y hech kim turmaydi. Qancha turamiz? Demak, bilaylik, siz bilan men o'lgan kuni ham hech kim turmaydi, birodarlar. Hozir bu kishini biz tashlab ketyapmizmi? Siz bilan meni ham tashlab ketadi. Hech kim turmaydi. Bayarjiu islam. Ikkita amali ortiga qaytib ketadi deyaptilar, ikkita narsasi. Ahluhu va maluhu. Qavmi qarindoshi aka-uka rasa yig'laganlar, falonchi foydasi yo'q. Baribir bu yerdan borib, pastga tushib uyimizga ketamiz. Maluhu deb, mol mulki, mashinasi bor, falonchi bor deb qaytib ketadi. Va yabqa amaluhu. Qabrda birga qolib ketadigani faqatgina amali deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun birodarlar, oxiratni esdan chiqarmaylik. Oxiratimizni esdan chiqarmaylik. Ba'zi bir payt kelib mana o kiyimlar yechilib ustimizga kafan kiyinishini esdan chiqarmaylik.